Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli ziyoratchilarimiz bilan birgalikda hozirda Makka Mukarrama ziyoratga chiqib ketyapmiz. Makka sayohatiga, ziyoratga. Inshaalloh hammaga nasib qilsin do'stlar, shu joylarga kelib ibodat, ziyorat qilishdik. Bizga xizmat ko'rsatgan mana shu avtobus bo'lib bugun mana boshimiz birgalikda oxirgi odamlarda mana farzandlari bilan kelib ibodatga kelib yurishibdi ziyoratga. Bismillah. Assalomu alaykum. Ziyoratchilarimiz hammalari shu yerda xo'p bo'ladi. Ziyoratchilarimiz sog' salomat. Shahzoda. Domlamiz ham chiqdi. Chunki Arafat tog'ida duo ijobat bo'lgan maqom. Odam alayhissalatu vassalom jannatdan quvilgandan keyin Alloh taborak va taolo Arafat tog'iga borib tavba qildi. Arafat tog'ida tavbasi qabul bo'ldi. O'sha Arafat tog'ida tavba qabul bo'lganligi jihatidan Arafatda turgan mana hajga borgan odamlar Arafatda o'qib bajarib binoga yana qaytib Muzdalifani yana qaytish bilan oradan yangi bo'lgan Xudo amin. Arafatda o'qib bajargan odamlarni Xudo. Hajga borgan odam Arafatda so'rab Burada makamlarımız inşallah borayotgan paytimizda o'shani nima qilib ketamiz, gaplashib ketamiz inshaalloh. O'sha yerga borganda hozir ketayotganimizda sabr, g'ori bor, qaytishimizda g'ori bor. Ularni ham cho'qqiga aytamiz, ohista-sekin yurib tursa, o'sha narsalarni farqini qo'limizdan kelganicha ketamiz, tavsiyalab ketamiz. Xudolikka qo'llarimizdan kelganicha istig'for qilsak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Birgalikda mushriklar, kofirlar o'ldiramiz deb qo'yganlarida mana shu g'orga kelib, yashiringan g'orga kelyapmiz. O'sha g'orda ta'riflarni ozgina bir gapirganimizdan keyin tushga hozir bu yerda ham juda bir chiroyli ta'mirlash ishlari ketyapti inshaalloh. Mana bu g'ori Hiroga o'xshab buni ham chiroyli qilyapti. Bemalol yo'lakchalar qilib, yo'lakchalar orqali boradigan holatga keltiryapti inshaalloh. Kelajakda yaxshi niyat qilib ketsalaringiz inshaalloh kelajakda o'sha yerga ham kirishlikni Alloh taborak va taolo nima qiladi, nasib qiladi. Alloh taborak va taolo bu yerda endi bitta qilinadigan amallarimiz innamal a'mol binniyat, niyatimizni to'g'ri qilib Alloh taborak va taolodan so'rab niyatlarimizga bog'liq bo'lgan amallarni, duolarni qilsak inshaalloh duolarimiz ijobat bo'ladi. Mana shu yerda yurgan har bir makon payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni yurgan makonlarni yuribmiz. Yandan keyin mushriklar kelib nafas olmaydigan nafas mana o'y tarafga qaranglar. Mana o'y tarafga mana. Mana o'y tarafda mana. Mana shunday chiqib ketadigan joylarni chiroyli qilyapti. Mana shu tepada g'ori, Savr g'ori mana. O'rgamchikka amr qilgan Alloh taborak va taolo o'rgamchik g'orni og'ziga nima qilib qo'ygan, uya solib qo'ygan. Uyasini shunday ko'rib turib, mana shu yerga kirganni ko'rdi degan biri. Aytganga yo'q, ko'rmayapsanmi? O'rgamchik uya solibdi, uya solgan joyga odam kirmagan. Odam kira olmaydi degan narsa. Nima qilgan? Amr qilib qo'ygan. Shunga binoan ana ilekiga ular haligini ko'rib turib nima qilishdilar? Orqalariga qaytib ketganlar. Mana shu yerda sog' salomat qolgan g'or, mana shu g'ori Savr deyiladi. Alloh taborak va taolo mana shu yerda o'zini hifzi himoyasida payg'ambar alayhisolatu vassalomni saqlaganligi bo'ladi. Shuning uchun mana shu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom nima qilgan bu ishlarni hammasini ummati uchun qilgan mana. Ummat deb qilganlar. Umrini oxirida ham mana ummat degan mana bu yerlar chiroyli mana. Yaqinda ham yo'q edi mana chiroyli yo'llar, sharoitlarni qilib qo'yapti. Kelajakda Xudo xolasa bellar ham go'zal suratda bo'ladi. Mana inshaalloh Savr g'ori mashida, Savr g'ori Alloh taborak va taolo payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bilan
Abu Bakr Siddiq roziyallohu ta'ala anhuni ehtiyot qilib saqlab qo'ygan g'or bo'ladi. Mana shu g'orda Alloh tabolay va taolo nima qilgan? O'rgamchikka amr qilganlar. Bu yerdagi har bir bosgan, har bir yurgan yo'llaringiz ibrat, nasihat birodarlar. Nimaga nasihat? Issiq bo'lsa boshingizdan issiq o'ssa ibrat. Chunki qiyomat mana shu yerdan boshlanadi. Tirilishlik shu yerdan boshlanadi. Mahshargoh shu yerdan boshlanadi. Qur'on mana shu yerda nozil bo'lgan. Payg'ambarlar mana bu yerda mabus bo'lingan hamma payg'ambarlar. Shuning uchun mana bu yerda har bir bosgan qadamingiz, har bir yurgan yo'lingiz ibrat, nasihat. Kimga nasihat bo'ladi? Ulil albob deyiladi, aql egalariga. Aqlingiz bo'lsa, idrokingiz bo'lsa, tafakkuringiz bo'lsa, Alloh tabolay va taolo qalbingizga iymon nurini berib qo'ygan bo'lsa, iymon nuri ila tafakkur qiladigan bo'lsangiz, o'sha tafakkur qiladigan narsangiz ila his qilsangiz, Alloh tabolay va taolo sizga beradi. Har bir bosgan qadamingizga tanangizni bir yeriga og'ir botgan, sajdada turgan, qiyomda turgan, rukuda turgan, qayerda bir qattiq holatda turgan yeringiz qiyomat kuni sizni yaxshiligingizga va jannatga kirishingizga, yaxshi amalingiz ziyoda bo'lishingizga nima beradi? Guvohlik beradi. Oqtosh deydi. Oqtosh. O'sha oqtoshning tagida Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga Qur'onda oxirgi oyati nozil bo'lgan o'sha tashlab qo'ygan o'sha akmalul lakum degan oyat. Sizga amalga berdim, to qiyomat kuni Qur'oni Karimda Makkaga va'dasi qo'ygan. Keyin Payg'ambar alayhissalatu vassalom hajjil va'da qilgan shu yerda. Bir marta umrlarida haj qilgan. Keyingi haj mavsumida bo'lmasligini ham aytgan. Bo'lganlarda xayrlashuv hajini ham aytgan. Sizlarga joningiz, molingiz, tanangiz, hamma yo'qingiz sizga harom bo'ldi. Mana shu yerda juda katta Payg'ambar shuning uchun mana shu yerda odam alayhissalatu vassalom tavbasi payg'ambarlarni tavbasi qabul qildi. Bu yerda gunoh qilib kelgan odamning tavbasi qabul qilinadi. Aytib o'tdim, Arafot shu yer bo'ladi. Hajga kelgan odam shu yerdan peshin namozida kelib, peshin namozi bilan peshinni vaqtida asrda qo'shib o'qiydi. Hech qaysi Alloh ruxsat bermagan. Faqat hojlar. Agar kimiki shuni o'qib qo'ysa gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'ladi. Faqat hojilar uchun Alloh tabolay va taolo ato qilgan. Mana shu yerda peshinni vaqtida asrda qo'shib o'qiydi. Bu yerda shuni hamki Arafot juda katta bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mutassiq bo'ladi. Va misoli narsalarga qiyos qilsa, hali miya qaynaydi, miya qaynaydi ishonadi. Miya qaynaydi. Yetganlar ham masalan, hamma iqrorlar chiqsiz miyangiz qaynaganini o'zi biladigan holat. Shu yerda odam atoni duosi ijobat bo'lgan. Odamning duosi ijobat bo'lgan. Bu yerda hajga kelgan odamlar huquq bajarilganidan keyin shok bo'ladi. Shomda Saudiya Arabistonida qotadi. Qo'rqotilganda ruxsat bo'lgan narsa bo'ladi. Shundan keyin Muzdalifaga tushgan odamning gunohi onadan yangi tug'ilgan bo'ladi sen. Gunoh yo'q bo'ladi. Qancha gunoh qilib o'tgan bo'lsangiz, o'sha gunohingizni Alloh tabolay va taolo kechiradi. Kimiki bigiga shekil bo'lsa, Alloh taolo gunoh qiladi. Bu yerda duolar ijobat, duo qiling, qancha duo qilib, siz duo ijobat. Chunki Odam alayhissalatu vassalom shu yerda bir oy duo qildi. Bir oyda duosi ijobat bo'ldi. Yaratgan Alloh duosini ijobat qildi, birodarlar. Duosini ijobat qildi. Mana ro'zani bir oy qildi. O'sha jannatning mevasi qonida bir oy turdi. Yemadi ovqat nimaga? Jannatning ne'mati qonda qildi. O'sha jannatning ne'matlaridan bahramand bo'lmoqlik uchun mana Arafot tog'iga kelamiz, duo qilamiz, ijobat qilamiz. Kimki otasini, onasini olib kelgan bo'lsa, duosini olsin. Kimki ota-onalari ko'rmagan bo'lsa, haqqiga duo qilsin. Ey otajonim ko'rmadingiz, menga Arafot nasib qildi. Ey onajonim ko'rmadingiz, menga Arafot nasib qildi. Dog'i hasrat bilan o'tib ketavdinglar. Voh hajga qachon boraman, voh umraga qachon boraman deb o'ylaysiz, sizlarga nasib qiladi. Endi menga nasib qildi-yu deb duo qilinglar. Bir duo qilinglar, ular duolar betijoq. Lekin duo qilayotgan paytda bitta narsani qalbingizga savolinglar. Meni duoyim ham ijobat qilaveram, men nima qilmayman. Allohning nazdida hammanglar bir xilsizlar.
Mana bak. Misol uchun meniki ijobat bo'ladi, bunisi degan haqqimiz yo'q. Hammani duosi ijobat berdi Xudo xolasa. Alloh yaratgan Allohdan tilab shunaqa bir duo qiling. Qalbingizni tub-tubidan duo qiling. Alloh tabolay va taolodan so'rab duo. So'rovlaringizni Alloh tabolay va taolo beradi dedi. Mana misol uchun ba'zi odamlar nima qildi? Farzandlarini olib keldi. Nima dedi? Farzandlari ota-onadan muborak Urunga bordi, farzandim Alloh tabolay va ijobat. İcabat duo masjidi bilan bo'lib qo'ydi. Çok yeni bu. Savaş bola, savaş bola. Savaş bola. Yine ortadan bir yıl yıkıldı. Şenori, bir yıl. Domla dua qiling. Domla dua qilib, men dadam o'g'lim olib boray. Olib borasiz Xudo xolasa. Juma kuni jumaga kirib ketyapsam, SMS yozadi. Domla otamdan enam bir duo qilib qo'yay, hajga olib boraymi? Hajga olib borib nima qilay? Duosini olaydi. Duosini olaydi. Mana duosini olishlikni Alloh nasib qildi. Mana bu muborak safarlarda, muborak safarlarda nima qilyapti? Duosini olyapti. Alloh duosini qabul qilsin. Bu bola mehnat qilib topdi bunday. Santexnikda mehnat qilib topib, mehnatini evaziga ularda. Bu anaqa yo'q, faqat shunaqa mehnat. Bizlarda ham, o'zinglarda ham bitta miqyos qilasizlar degan xuddi shunday. Sizlarga ham hammalari shunday. Otamni, onamni jo'nataman deb qaylarga bormadi. Qaylarni kezmadi. Kim? O'z farzandinglar. Nima uchun? Ashirlarga jo'natdi. Ashirga borganda dedi, haqqimga duo qilsin dedi. Alloh tabolay va taolo sizga farzandlarni sonini ko'paytirsin. Topganlari yaxshi kishilarga nasib qilsin degani shuda. Buyurib nasib qilsin degani shuda hammalariga. Alloh tabolay va taolo ularni hammasiga ikki dunyo rohat saodat bersin. Buni farzandlarni sifatsin. Ota-onalarni vaqtiga salomat bo'lsin. Hammalarni, amin deb turgan hammalarni. Farzandinglar, o'g'ildir, qizdir, nabiradir. Nabiralarimiz ham zo'rda. Ular ham nima deydi? Opaqim deydi. Nima deydi? Bum deydi. Buvisini opaqisini jo'natish xizmat edadi. Mana shunday ulug' kunlarda, ulug' yillarda duolar ijobat, hammamiz duoyi ijobat qilsin. Alloh tabolay va taolo bizni qiyomat kuni otasini, onasini rozi qilgan saflarga qo'shsin. Bilib qo'yinglar, kitobimizda yozilgan qiyomat kuni saf bo'ladi. Qorilarning safi alohida bo'ladi. Ahlullohlarning safi alohida bo'ladi. Ahli ilmlarning safi alohida bo'ladi. Yana bitta saf bo'ladi, bilasizlarmi? Otasini, onasini rozi qilgan saf ham. Kim bu dunyoda otasini, onasini rozi qilgan bo'lsa, o'sha safda turadi. Kimiki otasini, onasini rozi qila olmagan bo'lsa, saf yo'q unga ketadi. Rob deydi shunda. Koshki deydi tiriklik paytimda ota, ona mendan rozi bo'ling degan narsani olib qo'ymagan ekanman. Afsus. Qani endi menga Alloh hayot berganda shuni qilardim. Shuning uchun hayotmi? Rozidirman lafzini oling. Hayotmi? Amin deb turgan duosini oling. Mana shu yerga kelishinglarni o'zi o'shalarni qilgan duosini ijobati. Ijobati duoni Alloh hammamizga qabul qilsin. Hammalarimizni Alloh farzandlarimiz, o'g'il, qiz, nabira, ayniqsa kelinlarimiz ajoyib bir marta dadajon deganda 100 marta gapiradi. Bir marta oyijon deganda achchig'imiz kelib tursa yetib yuboradigan kelinlarimiz bor. Ularni ham Alloh taoloning sifat qilsin. Ularni ham Alloh tabolay va taolo farzandlaridan mana shunday ulug' martaba, ulug' kunlarni Alloh tabolay va taolo qilib bersin. Hammamizni Alloh ushbu yerga katta hojiga kelib ham Arafot tog'iga termilib gunohdan pok bo'lib ketishdi Alloh hammamizga nasib qilsin. Hali bitta o'qib qo'ysak bo'lsa. Ha, bunisini ham, bunisini ham, bunisini ham. O'qiyni ham jannat, ana jannat ko'p. Mana jannat, mana jannat. Bu jannat bo'ladi. Onasini qadamiga tagida jannat. Alloh jannatni nasib qilsin. Alloh. Haddi Qur'on bor ekan. Keling.